Kasaba uyushmasining asosiy maqsadi inson mehnat huquqlarini himoya qilish, uning manfaatlarini qo'llab-quvvatlash va sog'lom mehnat sharoitlarini yaratishdir. Mustaqillik yillarida kasaba uyushmalari o'z faoliyatini zamon talabiga mos ravishda takomillashtirdi. Ular xodimlar, o'qituvchilar va talabalar hayotida muhim o'rin egallamoqda. Men Ajmer nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti talabasi sifatida kasaba uyushmasining turli tadbirlarida faol qatnashib kelaman. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, sport musobaqalari va ijtimoiy loyihalar talabalarning hayotini yanada mazmunli qilmoqda. Kasaba uyushmasining eng muhim jihati g'amxo'rlik. Talabalar uchun yaratilgan yordam dasturlari va yo'llanmalar bunga yorqin misoldir. Bugun kasaba uyushmalari yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning intellektual va ma'naviy salohiyatini rivojlantirishda ham yetakchi kuchga aylanmoqda. Kasaba uyushmasi bu nafaqat himoya, balki imkoniyatlar eshigidir. Biz faol, bilimli va g'ayratli yoshlar sifatida bu imkoniyatlardan foydalanamiz. Kasaba uyushmasi yoshlar bilan birga kelajak sari.